Ismim Hilola, familiyam Eshjonova, 373-guruh bitiruvchisiman. Buxgalteriyani tanlashimga sabab eng asosiy qiziqishlarimdan biri va qiziqarli kasb deb hisoblayman. Finlightni tanlashimga kelsak, bu akademiya eng kuchli bilim beruvchi akademiya deb hisoblayman va har bir o'quvchi bilan individual ishlanganligi uchun Finlight akademiyasini tanlaganman. Shu 7 oy davomida o'rgangan bilimlarim orasida foyda solig'ini o'rganish sal qiyinchilik tug'dirgan, lekin ustozlarimning yordami bilan buni o'rganish ham qiyin bo'lmay qolgan. Kursga kelishdan oldin 0 bo'lganman. Buxgalteriyada faqatgina kompyuterda o'tirib ishlaydilar, faqatgina otchot ishlaydilar deb o'ylaganman, lekin qarasam bu juda ham keng soha ekan. Hali o'rganishda davom etib turibman. Buxgalteriyani har bir odam o'rganishi kerak deb o'ylayman. Hayotingiz davomida o'zingizni balansda tutishingiz uchun ham menimcha buxgalteriya har bir inson uchun kerak deb hisoblayman. Buxgalteriyani o'rganishimda oilamda hech qanday qarshilik bo'lmagan, qayta qo'llab-quvvatlaganlar, o'rganishim uchun yordam berganlar. Avvalambor joyga kelishim uchun ruxsat berganlar uchun ota-onamga katta rahmat aytaman. Finlightdagi barcha ustozlarga rahmat aytaman. Bergan bilimlaridan rozi bo'lsinlar, ilmlari bundan ham ziyoda bo'lsin. Hammaga maslahat beraman buxgalteriyani o'rganishni va Finlight akademiyasini tanlashni.